Statistik ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi yillarda oshqozon osti bezi kasalliklari juda ko'p uchramoqda. Kasallikni qanchalik erta aniqlash juda muhim. Shuning uchun quyidagi belgilarga e'tibor bering. Tez-tez qorinning yuqori qismida og'riq bo'ladi va og'riq chap tomonga tarqaladi. Qorinning yuqori qismiga bosilganda odatda og'riq kuchayadi. Terining rangi sarg'ish tusga kiradi. Hech qanday dieta qilmasangiz ham ishtahangiz yo'qoladi. Qorinning yuqori qismida toshmalar paydo bo'ladi. Sizda qandli diabet kasali bo'lmasa ham qonda qand miqdori oshishi kuzatiladi. Agar o'zingizda yuqoridagi belgilardan 3 tasi bo'lsa ham diagnostik tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Bu videoni tanishlarga jo'natishni unutmang. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.